Dasturimiz davom etadi. Viloyat soliq boshqarmasi tomonidan hududlarda tadbirkorlar bilan doimiy ravishda ochiq muloqotlar o'tkazib kelinmoqda. Muloqotlar davomida xufiyona iqtisodiyotni oldini olish hamda tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingi to'g'risida xususiy sektor vakillariga keng ma'lumotlar berilmoqda. Guliston shahridagi savdo majmualarida yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va davlat byudjetiga qo'shimcha mablag'larni yo'naltirish maqsadida Sirdaryo viloyati davlat soliq boshqarmasi tomonidan tadbirkorlar ishtirokida muhim tadbir o'tkazildi. Sir emaski, bugungi kunda birgina Sirdaryo viloyatidagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida ham xaridorlarga chek bermaslik, terminallardan foydalanmaslik kabi qonun buzilishlar ham uchrab turibdi. Muloqot davomida ishbilarmonlarga bu kabi holatlarning salbiy tomonlari qonun talablari asosida tushuntirildi. Soliq xodimlari tomonidan davlatimiz rahbarining 2024-yil 23-yanvar kunidagi tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda ko'zda tutilgan yuqori reytingdagi ishbilarmonlarga soliq tekshiruvlarini o'tkazmaslik, qo'shimcha qiymat solig'ini qaytarilishining soddalashtirilgani va faol tadbirkor ko'krak nishoniga tavsiya etilishi borasidagi muhim ma'lumotlar berib o'tildi. Kezi kelganda qayd etish kerakki, tadbirkorlardan reyting ko'rsatkichlarini aniq vaqtda kuzatib borish, shaxsiy kabinet orqali kamchiliklarni bartaraf etish talab etiladi. Jarayon orqali ma'lum bo'ldiki, bugungi kunda hududda gaz va neft mahsulotlarini sotuvchi 121 ta subyektdan 62 tasida 779 million so'm byudjet, 26 tasida 31,3 million so'm ijtimoiy soliq qarzdorlik mavjud. Shu kabi holatlar kuzatilganda soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha majburiy undirish tartiblari tushuntirildi. 2025-yil 1-iyuldan boshlab byudjet tashkilotlari aholiga gaz hamda neft mahsulotlarini sotuvchi va ijaraga beruvchi korxonalar demak birinchi navbatda elektron tizimi demak platformasi yaratilgan bo'lishi kerak. Mana shu bo'yicha tadbirkorlar hamda savdo sanoat palatasi, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamda viloyat bojxona boshqarmasi xodimlari va rahbarlari ishtirokida o'quv seminari bo'lib o'tdi. Ma'lumot o'rnida bugungi kunda soliq organlari soliqchi tadbirkorga yordamchi tamoyil asosida faoliyat yuritmoqda. Tekshiruvlar faqat murojaatlar asosida, xususan Soliq.uz ilovasi orqali kelib tushgan shikoyatlar bo'yicha o'tkaziladi. Sirdaryo viloyati davlat soliq boshqarmasi tomonidan joriy yilning shu davriga qadar murojaatlar asosida 84 ta sayyor tekshiruvlar o'tkazilib, moliyaviy jarimalar qo'llanilgan. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, qonunga rioya qilgan holda faoliyat yuritish orqali tadbirkorlar soliq tizimida imtiyozlardan foydalanish imkoniga ega bo'ladilar.